Assalomu alaykum hammaga. Bizni kuzatib turgan bugun 29-aprel hozir ketadigan mana ortilgan do'konimiz Andijon viloyatiga aniq razmerini, aniq adresini ayta olmayman chunki hali qaraganim yo'q. Xo'p, ertaga borganimizdan keyin, yetib borgandan keyin aniq manzilini aytib o'tamiz. Kimda kim o'sha atrofda tursa, qiziqqan bo'lsa borib ko'rishlaringiz mumkin. Do'konimiz 5 ga 3 razmerda bo'lyapti. Xo'p, o'rta kачествоda bo'lyapti. O'rta kачествосida 31 millionga chiqyapti. 2 qavat utepleniyasi, devor laminatli, MDF yuqa 06 bo'lmayapti-da, qalinroq bo'lyapti. Sifati juda ham yaxshi bo'lyapti. Kimda kim o'sha atrofda tursa, qiziqqanlar bo'lsa, vodiydagilar nomer pastda telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. To'lovlarimiz 2 xil: naqdga va kreditga ham bo'lib to'lashga ham bor. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.